Hammaga xeyir YouTube ahli. Sizlar bilan mana shu Ayju Sensi do'stlar, bugungi videomizda sizlar uchun zo'r o'toq qo'yganman. Buvimizda chitli bo'lib har xil hozirgida qo'shin bu yerdagi boshqa toshlarga nisbatan toshni chiyasizlar. Keyin mana qizil raketani bossalar, ko'rib turibsizlar, mana xohlagan tomonlarga yozsalar o'z dushmaniga bor tayyor. Birorta hali do'stingiz zo'r o'ynasa, siz tinmay yutqizib qo'yib turgan bo'lsangiz, bemalol bu foydalanishingiz mumkin. Mana bemalol boshqa joyga emas, mana dushman tomon tepaga otsangiz, o'z bemalol borib o'q mana dushmanga tayyoradi. Dushmanning boshi bundan garang bo'lib qoladi. Mana siz bemalol o'ynayverasiz, u sizga o'qotyapti. Prosta osmonga qarab otib qo'yasiz. Bu siz yengilmas bo'lasiz, maza qilib o'ynayverasiz. Buni albatta bu videomizni qadrlagan holatda obuna va layklarni bosib qo'yinglar. Bu video sizlarga yoqayaptimi? Yana shunaqa videolardan ko'proq chiqaraymi? Shularni aytinglar, kommentariyaga yozinglar. Keyin bu aydisi kimga kerak bo'lsa, mana albatta endi buni ko'ringlar, baho beringlar. Bu umuman yengilmasdan maza qilib o'ynashlar mumkin. Bemalol mana xohlagan tomonlarga o'tasizlar. Uji o'quz bor tayyor. Mana ko'rishlarni xohlagan tomonlarga o'tasizlar. Bo'laveradi. Mana giloz somon qilgan. Plus bemalol maza qilib chiberasizlar. Bu yerda har xil mana qurollar bor. Mana masalan o'ldirmoqchiman. Yo'qmasa mana boshqacha qurollar. To'g'ridan to'g'ri dushmanga borib o'qish bu borib tayyorladi. Maza qilib bu o'tkazmaysiz. Birorta do'stingiz hadeb sizni arenada yutib qo'ygan bo'lsa, do'st mana shu turib o'ynab bemalol yutishingiz mumkin. U tomonda tosh qaysi tomondaligini ko'ryapsizlar, bu tomonda mana xuddi mana shu tosh. Ko'ryapsizlar, o'zi boshqa toshlardan ajralib turib, sindirasizlar shu chitdagi va xohlagan tomonlarga o'tasizlar. Aytmoqchi, buvimiz 2 raund bo'larkan, 2 raund bemalol do'stlarni qiynayverasizlar. Ikkinchi raundda keyin yana yo'qolib qoladi chit. Yana toshni bitta sindirib, raketachani bosasizlar. Keyin avtomatik o'q nishonga olib chiqadi va xohlagan tomonlarga o'tasizlar. Bemalol o'zini chiylaveradi. Mana hozir aytgan turib, osmonga qarab o'taman. Sherigimiz endi bemalol shuna qilib o'ynashlar mumkin. Maza qilib o'ynaysizlar. Hech qachon yutqazmaysizlar. Hozir endi o'yinni ko'ringlar. Shu o'yinchi ham chiqib ketdi. Birortasi maqtan turgan bo'lsa, sizlarga bemalol uni o'ynashlar mumkin. Aytmoqchi, albatta like va obunalar esdan chiqmasin. Bosinglar, men keyin safar bundan ham yaxshiroq vovlar yoki bundan ham yaxshiroq o'yin qilishga harakat qilaman. Keyin safar qaysi qurolda chit bo'lsin, qaysi qurolda do'stlaringiz yozib qo'yapsizlar, shuni kommentariyaga yozsalaring. Men xuddi o'sha qurol bo'yicha ham chitli o'toq sizlarga video qilib ko'rsataman. Albatta kommentariyalarda yozinglar. Do'stlaringizdan tinmay ko'rishdan zerikib turgan bo'lsalar ham, xuddi mana shunaqa o'g'lardan tovib beraman sizlar uchun. O'sha o'g'larni tovib video qilib chiqaraman. Bemalol ko'rib, sizlar ham qayta chit bor o'rganib olib, bemalol do'stlaringiz yoki birorta maqtanga donatlarda bemalol qiynashlar mumkin. Albatta mana bu ko'rib turibsizlar. Ikkita tog' dorasi qizil zonada qamalgan bo'lasizlar, o'ynayverasizlar. O'qdi mana. Bu yoqlarga yozganlarim ta'sir qilmaydi. Mana shu dushman tomoniga, dushman tomonining tepasiga
Bu toshlarga ham otayotmaydi, bu toshlarga. Sovuq ta'sir qilinmaydi. O'q tosh orasiga kirib ketaman mana shunday. Shundan tomon tepasiga tushsam ham o'zi o'q quvib borib tegadi. Agar mana bu kallasi bilan belgisini bossalar ham bitta o'q to'ladi. Bu chit ishlamayapti ekan. Nari chitni birinchi boshda qo'yib oldim. Shu ishlamayapti. Mana shu qizil raketani bosasizlar, xohlagan tomonlarga o'q to'tsangiz beradi. Sizlar bilan Ayjo Sensei bo'ldi do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like va obunalar bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.